Neymar Junior Santos. Rasman futbol yulduzlaridan biri Neymar jahon chempionatiga boradi. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi 2026-yilgi jahon chempionati uchun tarkibni e'lon qildi. Yakuniy ro'yxatdan Santos klubi hujumchisi tajribali futbolchi Neymar ham o'rin oldi. Carlo Ancelotti Braziliya milliy jamoasining bosh murabbiyi bo'lganidan beri Neymarni o'yinlarga jalb etmagan edi. Biroq murabbiy mundial oldidan qarorini o'zgartirdi va 34 yoshli yulduzni yakuniy qaydnomaga kiritdi. Neymar 2010-yildan buyon Braziliya terma jamoasida to'p surib kelmoqda. Uning hisobida 79 ta gol mavjud. Shu vaqt davomida u 128 ta o'yinda maydonga tushib, 59 ta golli uzatma amalga oshirgan. Uning klub faoliyatida avval Barselona, PSG va Al Hilol jamoalaridagi o'yinlari ham muhim o'rin tutadi. Ma'lumot uchun, Braziliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida C guruhidan o'rin olgan bo'lib, Marokash, Gaiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. O'yin 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksika mezbonligida o'tkaziladi.